Assalomu alaykum. Mana bugun sotuvda Termiz shahrida Qahramon mahallasida 5 sotuvli 5 xonali xonadonimiz sotuvda. Mana bu darvozadan kirganda o'ng qo'lda chala bitgan mehmonxonamiz. Pishkanishdan qurilgan ekan uyimiz. Tepalar mana ko'rib turganlaringizdek plitalar bilan yopilgan. Ikkinchi qavatni ko'taraman deydiganlar uchun ma'qul variant. Betonlari ham, fundamentlari ham mana 80 kamida quyilgan. Kirganimizda mehmonxonamizdan keyingi eshigimiz, bu yoqda spalni xonalarimiz joylashgan ekan. Koridorchasi. Tomonda mana xonamiz. Aboylar qilib qo'yilgan. Mana bu ikkinchi xonamiz. Bu esa darvozadan kirganda chap qo'lda oshxonamiz joylashgan. Mana bu yerdan nima deydi? O'tirsa bo'ladigan joylar qoldirib ketishgan. Mana bu kuxnyamiz. O'zlaringiz bilasizlar, Qahramon mahallada gaz juda yaxshi. Napori. Mana bu ham bitta xonamiz. Mana hovlimizni ko'rinishi, mana yashil zonamiz ham mavjud. Podval qismi ham bor. Anchagina katta podvali mavjud. Hojat vannamiz tayyor holatda. Vannamizning birinchi xonasi, mana bu esa ikkinchi xonasi. Tomonda alohida joy qoldirib ketishgan, ya'ni tandir o'choq qo'yish uchun adashmasam suv bochkalari ham qo'yilgan ekan. Mana bu yerga. Bu esa hojatxonamizning ko'rinishi. Qiziqqanlar bo'lsa 91lik 585 0025 raqamidamiz. Naqdga ikkilamchiga kelishilaveradi. Ish haqi bo'lsa 22% kreditimiz bor, 20 yillik, yana 19,5%. Agar bez ish haqi bo'ladigan bo'lsa 7 yillik 29% kredit asosida hujjatlashtirib olsalaringiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.